Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Yeryüzündeki en katta birinchi katta Qur'on bosmaxonasi bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar. Mana bugun ertalab kun bomdod namozi o'qib Qur'on chiqadigan mana Qur'on bosmaxonasiga keldik. Bu dunyoda yagona hamma o'qigan Qur'on kitobinglar hali original nusxasi, haqiqiy nusxasi mana shu bosmaxonada chiqadi. Hozircha bosmaxona yopiq ekan, ozgina ta'mirlar ishlash ketayotgan ekan, bilmadik endi ichkariga qo'yadimi yo'qmi. Hozir eli boshimizda gaplashgan kirib ketdi. Agar amalga oshib qolsa, kirib ko'rsatamiz. Bu do'kon. Oldinglarmi? Dar oldingmi? Ha, bo'ldi. Hal Makkadan olamiz, to'g'rimi? Ketamiz, ziyorat ketdinglar. Bo'pti dedim, keyin keldim men. So'radim bu mikrofonni. Men aytdim. Bu 30 riyol, bu 23 riyol. Ha, Tez kirib chiqinglar. Tezroq chiqinglar. Mana sizga toptirib qo'ydim. Hali qo'yib qo'yamiz. Aziz muxlislar, mana Qur'on bosmaxonasiga keldik. Bosmaxona ta'mirlash boshlanib ketgan ekan. O'shaning uchun ichkariga kira olmadik. Mana avtobus turibdi. Endi Uhud tog'i bilan Qurbonbog'ga borish rejalashtirib qo'yganmiz. Alloh nasib qilsa hozir yo'l tushamiz. Jangda hiyla qilish mumkin. O'tsang, jang Bani Qurayza hammalari yig'ildi-da, orqa tarafdan hujumga o'tamizni bir ayg'oqchi jo'natishadi. Minorada turgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni Safiya ammalari ko'radilarda pastga tushadilar. Safiya ben qaradim, o'ziz chiqing deydilar. So'g'itlarni kiyimlarda
bir xurmo daraxti, qurigan xurmo daraxtini olatlarda bir chetga bekinib turadilar. Ayg'oqchi kelganda ustiga tashlaydilar. Ayg'oqchi yiqiladi, boshini chopib olib minoraga chiqib, minoradan qolgan kutib turgan Bani Qurayzani oldiga bagaldan kiyimlarini almashtirib, Madinaga kelib kiyimlarni almashtirib ketadi. Sa'd ibn Mu'oz qaytib kiyimlarini almashtirgani kelganlarida Madinaga Oysha onamiz ko'rib qoladilar. Sa'dning ko'kragi ochilib qolibdi, ko'kragini ehtiyot qilsa bo'larkan dedilar. Ha, hamma tushadi. Bo'ldi, yuraylik. Keling. Hurmatli aziz muxlislar, mana guruhimizdan birgalikda xurmo bog'iga qadam ranjida qildik. Alloh nasib qilsa shu ziyorat qilib, shu xurmo daraxtlarini tarixi, payg'ambarimiz ekkan xurmolar desa bor ekan. Hammasini ko'ramiz. Iloji boricha tasvirga olib, shu yetkazishga harakat qilamiz. Qani ketdik.
Alloh nasib qilib xurmo bog'iga tashrif buyurdik. Qarang qanday chiroyli manzarada boshqacha. Avvalambor hammamizni nimalarimiz, ziyoratlarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Hamma mana shu bolalarimiz, bola chaqamiz bilan umuman tanish bilishlar, yo'ri do'stlar hammasini mana shu nimalarga yetkazish Alloh nasib qilsin. Zo'r ekan, maza qilyapmiz, alhamdulillah. Alloh nasib qildi, shunaqa joylarni ko'rishlarni bizga ham. Kelishimiz Xudo xolisa qariyb Alloh qadr qilib qo'ysin, yiliga bir marta kelib shu yerda ibodatlar qilib, gunohlarimizdan forig' bo'lgan holda yurtimizga qaytdik. Sog' bo'linglar hammanglar. Qani? Qo'shilaman fikrlariga. Endi bu yerda gapirishga gap ojiz, gap yo'q. Xudoga shukr, mana Alloh yetkazdi. Necha yilgi niyatlarimiz amalga oshdi. Bolalarimiz qo'sha qarsimizni olib kelgan shekilga. Duo qiling. Yana qayta kelishlar hammaga nasib qilsin, Alloh chaqirsin hammani. Mana safarga yoshlar ham ko'p kelishga, qani yoshlar ham fikr bildik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Shu yerga hamma kelsin shu yerga. Alloh payg'ambarim ummatlari hammasini shu yerga olib kelish, payg'ambarimizga salom berish, umra qilish hammaga nasib qilsin. Qodir qilsin Alloh. Rahmat. Mana Madinaga tashrif buyurdingiz. Taassurotlar qanaqa? Juda yaxshi. Ichkaridan chiqmaydi hech qanaqasiga. Qolib ketadi xudo xolasa ko'rgan narsalar hammasi. Bu yerdagi muhit, mehmonlarni kutib olish, xayrgarchiliklar. Hammasi bo'ladi. Oling. Yaxshi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وصلى الله. Charchamadinglarmi? Mana Makkaga tashrif buyurib, taassurotlar qanaqa? Taassurotlarni aytish qiyin. Men boshqa dunyoga tushib qoldim-da. Endi bilmayman qachon chiqarib bu taassurotlar. Hozir kelgan kunimizdan o'zi shoshda qolganmiz. Endi to'g'ri bir umrli orzumizga yetdik. Allohning uylarini mana ko'rdik, mana mehmon bo'lyapmiz, xudolardan tatyapmiz, yeyapmiz. Allohga shukr qilaman, shukrlarga yetkazgan. Sizlarga ham rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin, hammalaringni, bolalarimizga ham rahmat bizni jo'natgan. Alloh rozi bo'lsin. Boshqa gapira olmayman endi. Alloh duolarni qabul qilsin. Ilohim. Nima deyman? Haqiqatda ta'riflash juda ham qiyin. Umuman biz boshqacha tasavvur qilgandik. Undan ham bir ziyoda bir narsa ekan. Hozir umuman ta'riflab bera olmaymiz. Allohim yetkazganiga shukr. Shu farzandlarimiz pul topib, mana shu yerlarga bizni jo'natganiga Allohim mana shu bolalarimizni diliga solib qo'yganiga ming rahmat, ming shukr qilamiz hamisha ilohim. Sizlarni ham tanijoqlaringiz sog' salomat bo'linglar, shunaqangi xalqqa xizmatlaringni qilib yuraveringlar. Doimo bolalaringga bosh bo'lib beringlar ilohim. Sog' bo'linglar. Taassurotlar qanaqa mana? Taassurotlar juda ham zo'r, Alloh rozi bo'lsin. Firma a'zolaridan ham, bizdan o'tgan 50 boshimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Nazar qilyapmiz-da. Qiyinchiliklar yo'q, xudo xolasa oxiriga shunaqa bo'ladi. Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat. Men Sanoyeva Malika Jahonqulovna, Sanoat qurilish bank Buxoro shahridagi to'qimachilik BXMda ishlayman. Ne istedana paydo. Juda ham xursandmiz Madinaga kelganimizga.
shunaqa mukarrama joylarga kelib ziyorat qildik. Juda ham xursand biza. Shu har bir qilgan ziyoratimiz, qilgan niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Allohim hammamiz niyatlarimizga yetkazsin. Yana bunaqa ziyoratlarga kelish, birgalashib, hammamiz birgalashib yana kelish yana nasib qilsin. Qanaqa? Men ham rahmat deyman. Shunaqa joylarga kelganimga Allohga shukr. Shunchalik 80 ga kirib, men shu joylarni ko'rdim. Hammasiga Allohga shukr. Alloh yagonadir, Alloh bittadir. Bizning hammamizni shunday nimalarga chaqirgan bir yagona Allohdir. Shuning uchun ham hammaga ishonaman. Ana hamma olamni bolalari, olamni dunyoni bolalarini men bolalar doktori sababli bolalarimga sog'lik, hamma olam bolalariga sog'lik, zurriyotlarimizni yaxshi o'sib, ulg'ayib, davlatimizni, butun dunyomizni yaxshi qiladigan insonlar bo'lishini tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Men Sanoyeva Matluba Jahonqulovnaman. Mana singlim bilan oyimlar hozir gapirdilar. Nevrologman o'zim, doktor nauk, professorman. Madinaga kelgan taassurotlar. Endi Madina muqaddas zamin. Qanaqa taassurot bo'lishi mumkin? Bu butun umrdagi orzu havasimiz. Mana shu Allohim bizani shu baytiga chaqiribdi. Shu yo'llarni ko'rish, shu yo'llarda namozlarni o'qish, haramda namozni o'qish nasib qilibdi, taqdir qilibdi. Har kim ham qadamini qo'ya olmaydi bunaqa joylarga. O'shaning uchun Allohga shukr qilamiz va o'ylaymizki, nima niyat qilgan bo'lsak, inshaalloh ijobat bo'lishi kerak. Xudo xolasa, chunki toza niyat bilan, toza ko'ngil bilan kelgan biza bu yoqdan Xudo xolasa poklanib ketish niyatimiz bor. Va o'zimizning mamlakatga mana borgandan keyin Xudo xolasa hamma vaqt yaxshiliklarni da'vat qilib yurish niyatimiz bor. Shu rahmat professorimiz. Men Sulaymonova Sharifa Ismoilovna mehnat faxriysiman. 40 yil birta ishxonada ishlab, ana yurtimiz mehnatlarimni qadrlab, oziq-ovqat sanoati mehnat faxriysi degan unvon berdi. Men juda ham baxtli insonman deb o'ylayman. Buni ustiga qo'shimcha mana shunday yerlarga kelib ziyoratlarni qilishni Alloh menga taqdir qildi. Hamma insonlarga shunday baxtni ravo ko'raman. Yaxshi mehnat qilsangiz baribir qadrlanasiz deb o'ylayman. Hamma vaqt hammani oilasiga, hammaga shunday yerlarga kelish nasib etsin. Barcha niyatlar, amallarni bajarish nasib etsin. Rahmat. Mana bitta daraxtim uni hududida, uni hovlisida qolib ketdi. Salmon, mendan keyin senga inglizdan dars beradigan, mukammal dars beradigan odam yo'q. Endi sen Hijozga hijrat qilgin. Hijozda oxirgi zamon payg'ambari tug'iladi, ana o'shani dinida o'shandan ta'lim olgin deydi. U ikki tog' orasida tug'iladi deydi. Endingi umra amallarimizni bajarib bo'lganimizdan keyin ko'rsataman. Ikki tog' orasida tug'iladi va yerlari qora toshga belangan yurtga hijrat qiladi deydi. Kim oldin kelib avtobusda Madinadan Makkaga borgan bo'lsa, yo'li ketida qop-qora tosh bor. Xuddi odam zot qo'li bilan terib qo'ygandek bo'ladi. Hadiya bersang oladi, sadaqa bersang olmaydi. Va chap yelkasida payg'ambarlik muhri bor. Yurakning orqasida payg'ambarlik muhri bor. Madina shahrini Xurmo bog'idamiz. Mana elli boshimiz Yoqubjon hammamizga bir chiroyli ma'ruzalar qilib, tushunmaganimizni tushuntirib, har bitta savollarimizga javob berib, shu hammamizga yo'l boshchilik qilib yuribdilar. Tan joylari sog' bo'lsin, chiqilib Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir ham mana ma'ruza qilib tushuntirib, hammaga yetkazish dardidilar, lekin shu qoyil qolganim bu ukamiz, Hoji akamiz qo'llaridan kelgan shu yaxshilik, qo'llaridan kelgan shu xizmat, hattoki do'konlarga borib, do'konlarda ham o'shaligi tarjimonlik qilib, shu narsalarni tushirib, olib berishga ham shu vaqt topdilar. Allohga shukr, mana shu
farzand bilan umr safariga qadam rajida qildim. Mana hozir bog'damiz. Mana xurmolardan tanovul qildik. Juda ham ajoyib. Mana hozir mana ma'ruza davom etyapti. Qani, davom etamiz endi bu yerga. Nima qilsak sizni ozod qiladi deydi. Boradilarda hojalari ketadilar. Biz men nima qilib bersam meni ozod qilasiz. Sizlar 300 tup xurmo ekib berasan, mevaga kirg'izasan, keyin seni ozod qilaman. 300 tup xurmo ekib berasan, keyin seni ozod qilaman. Kelib janobimizga aytadilar: "Ya Rasululloh, men kelishuv qildim, 300 tup xurmo ekib berar ekanmiz. Uni mevaga kirgandan keyin meni ozod qilar ekansilar." Sahobalarga buyuradilar. Hamma uyda do'rda xurmoni uylarida yetishtirishadi. Xurmo ko'chasi topib kelishadi. Salmon Farsiyga buyuradilar, 300 ta o'ra qaziydilar, o'ralarga xurmolarning hammasini o'zlari ekadi. Xurmo daraxti bundan bizga hosil keladi. 60-70 yil meva beradi. 60-70 yil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحبا البخاري. مرحبا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Xurmo daraxti bir mo'minga o'xshaydi. 60-70 yil umr kechiradi. Qaraganda ham egilib rukuga ketayotgan insonga o'xshab qaraydi, qurisa. Yasmin suv. Erkak xurmoni ko'chatini erkagi va ayoli bo'ladi. Erkak xurmo, ayol xurmo. Erkak xurmo hosil bermaydi. O'sha yonidan chiqqan, mana yonidan o'sgan o'sha ayol xurmo bo'ladi. O'shani oladida ayol xurmoni oldiga olib o'shatdan mana yoqqa olib kelib ekib qo'ysa, o'sha ko'karmaydi. Ona mehri kerak bo'ladi. 2,5 yo 2,5 yil, 3 yil ona mehri bo'ladi. Oldida erkak xurmo bo'ladi, changlatib beradi, keyin u hosilga kiradi. Insonga o'xshar ekanmi? Xurmoga ham materinskiy matka deydi-ku, shunaqa narsa kerak ekanmi? Kerak. Ya'ni o'sha meva berish uchun erkak xurmo changlatadi va mevaga kiradi xurmo. Bir marta changlat bermasa, agar xurmo changlatilmasa, xurmo mevaga kirmaydi, hosilga kirmaydi. O'shaning uchun changlatiladi. Xurmo ta'mir deyiladi. Qur'onda bir nechta joyda Alloh zikr qildi. Va hadis keldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kim ertalab turib 7 ta xurmo yesa, kunduz o'sha kun insu jinsdan saqlanadi. Bizni oyatal kursiy o'qishimiz bizni abalochga qobig'imiz bo'lsa, himoya qobig'imiz bo'lsa. Xurmo ham xuddi shunaqa. Hozir rasa to'g'ri kelibdi xurmo yeb yurishni. Oddiy qo'lingizni yuvib o'tiring deb dasturxonga yoshligimizda. Nima gapsa ayo odobli. Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Jasad Muhammad, rahmat. Ancha to'g'ri edi. Sira qatdan sira.
Sizlar qayerdansizlar? O'zi Qozog'istondan? Yo'q, qaysi shaharda? Atrovdan. Men o'zim Ha, gaplashuvdik-a? Men O'zbekistondan tug'ilganman. O'zbekcha bilasizmi? Qayerda kelgansiz? Ha? Xorazmda tug'ilganman, Xorazmda. Xorazmmi? Ha, yaxshi. Sog' bo'linglar. Qachon ketasizlar? Biz 2 kundan keyin. 2 kundan keyin. Indiga. Xudo xolasa. Tasavvur qiling, har kuni ertalab uyg'onganimizda yuzta mashina bizib yurardi. 75 riyol, 65 Muhammad. اهلا وسهلا مرحبا مرحبا اللهم تقبل منا Bir hazımla koyan kuduk ekan o'sha payg'ambarimiz o'zini qo'ygan quduq. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam.
Assalamu alaikum. Bu Madinah kurma bu. Bayi khamlar kurma. Bu janya maksud. Bu 30, bu 20. Arzon. Yallah. Bu nechi pul ekan bu? 30 ekan, 30. Zo'r ekan. Kelinglar, Asiye driver bekle, Asiye bekle. Buni olgandan keyin bitta ani hayotda do'ppisini solib qo'yamiz yani 1 riyallik do'ppida bor-ku, aylanib olib qo'yamiz. Hadi. Neçir yol? Hey. 40. Rangi qanaqa? Bo'ladi, harfi qilib olgin, bir xil. Menga qara, chiroyliroq, anaqa, to'qroq chiroyli suzib olgin. Keltirib o'tirmasin, anaqa. Qizili bo'lmasin, qizili bo'lmasin. Meni o'zi meni tartibchilik tuzroq. Ha, bo'pti, shuni. Mana bular qani, mana rang ishlatmayapti hozir. Bo'ldi. Ha, 15 bo'ladimi shunda? 5 10 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنداء وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحبا البخاري، مرحبا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Hop kelinglar, men kimda tursanglar, hojonini qanaqa bersanglar, rasm. Eng so'nggi rusumdagi telefonlarni olib beraman. Mana shunda bir qator turinglar hojonlar. Mana iPhone kimda edi? Ben bu yoqda tursa ham bo'ladi yoki ozmanchlikka turishadi ketishgandan keyin bo'lsa. Bo'lgan turinglar. Ko'chanisizga. Gel ben de tur. Ben de tur. Uzuncha bo'lib turinglar, men bu yoqda. Qolganlar bu yoqqa turinglar. Mana bu yoqda turinglar. Ay hojonalarimiz 9. Hop bu yoqqa o'tib ketsanglar, men daraxt yopib qo'yadi. Yana surilinglar. Hojona. Ha, suriling. Ha, bo'ldi.
370 dan aytadilar. Beringlar telefon, bering ota. O'zi undora burilsanglar bo'ladi. Bo'p turaveringlar. Yana qilgan sirasizlar. Sig'dingmi hammamiz? Ha. Yuringlar. Yuringlar hozir. Azizlar, mana Xurmo bog'iga qilgan sayohatimizni yakunladik. Endi navbatdagi sayohatimiz Uhud tog'iga. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all.